4.8 soniyada 0 100. Akalar, bu sizlar bilgan oddiy elektromobil emas. Bu Neta GT. Bu jim yuradi, lekin har kirgan joyda gap bo'ladi. Ko'rganlar hayron, haydaganlar oshiq bo'ladi boy akalar. Bu kupe oddiy mashina emas, bu xarakter. Saloniga keladigan bo'lsak akalar, 17 dyumli ekran, ovozli assist. Akalar, buni kalonkada bo'lsa ham, lekin ovozi bor. Atigi 4.8 soniyada 0 dan 100 gacha tezlanadi. Haqiqatan olaman deb ham xaridorlar bo'lsa akalar, bemalol kelib test drive qilib ko'rishlari ham mumkin. Bu mashina prosta bomba. Akalar, bu mashinani meni prosta kayf ko'rasizlar. Xitoyda o'zida yurgan 3600 probegi bor, ko'rishingiz mumkin akalar. Mashinada zaryadchiklari, poliklari mavjud akalar. Eshigini o'zi 1,5 metrda akalar. Bezramishli oynalar. Prosta bomba. Olib haydash kerak xolos. Mana nima yallashyapti, borib endi. Ama vash kayf dedi.